Hammaga assalomu alaykum. Mana biz Asaka City'ning oldida turibmiz. Asaka City'ning yonida bahor keldi. Nima olib chiqay? Men zo'rg'a video olyapman. Gapimni qancha otlagan bilasizlarmi? Keyin qovun tushadi mana qilib keyin. Mayli, boshqatdan boshlaymiz. Tak, bahor keldi Asakaga. Svetlar o'chishdan to'xtaganidan bilishimiz mumkin. Hamma butun dunyoda bunaqa daraxtlar gullaganidan emas. Asakada svetlar o'chish to'xtaydi. Bo'ldi. Svetlar постоянно o'tadi, gazlar keladi. Bu degani Asakaga bahor keldi. Hozir biz sizlar bilan atay chiqdim. Hamma hozir oshnalarimni nimalarni ko'rsam, istolalarni ko'rsam, boshqalarning istolalarni ko'rsam, boqqa borgan, toqqa borgan, paxotga borgan, shashlik qilgan, go'sht qovurgan, salatlar, u yoq bu yoq, adyol savolib anaqa o'tloqlarda o'tirgan. Biz ham shuna qilamiz hozir, faqat hozir aynan yoshlar qilmayotgan ish, ya'ni 10 yoshgacha qilgan ishimizni qilamiz. Bu degani kulga kartoshka qovuramiz. Nima deydi? Ko'mamiz kartoshkani. Tuxum, kartoshka olganman ataydan uydan. O nima qilib ko'ramiz? Yoshlikni bir eslaymiz, yoshlikdagi ta'mlarni eslaymiz, kulga ko'mib. Menimcha juda zo'r bo'lsa kerak. O'zim ham ishonyapman. Esimdan chiqmagan bo'lsa kerak. Bu tam 4 ta kartoshka, 4 ta tuxum. Bu videomizni asosiy qahramonlari. Videoga olishni boshladim yana. Paxotga chiqishni birinchi qoidasini hozir mana o'ylab topdik. Suv kerak ekan, birinchi, undan keyin yoshroq bitta bolani olish kerak. Ana o'zingiz katta bo'lib olib, eng katta xato shu ekan. Sizlarga maslahat, 5-6 ta bola sinfdoshlar paxotga chiqsanglar, yosh bir 2005-2006larda olinglar. 2006lar nima qilish bandasiga mas'ul, lekin vaqt olasizlar. 2006lar egilar, buklar lekin sinmaydi. 2006lar sindirish bandasiga emas. Avuf. 2006lar gapirdi. Hozir trendga chiqqan hozir 2008lar hozir. Bir-biriga 2007-2008lar, lekin tiz cho'kayotgan ko'rib qolibman. Nechinchi yilsan desa 2007 desa 2008da tiz cho'kib bordi. Topib qo'ymayman shu videoga chekasiga yaxshi. Nechinchi yilsan? 2008 Borza Konsila. Sanchi? 2007 Kochanskiy xullagan. Keyingi safar shashlik qilamiz. Xudo xolasa to'plarni hozircha hali kanalimiz uncha pul topmayapti, shuning uchun video kartoshka qo'g'irib turaveramiz. O Asaka City bilasizlar hammalar, orqasida olma bog'i deb aytdi. Ha? Nasala bo'ladi toshlarda. Ana bahor keldi Asakaga. Haligi aytganim hazil tariqasi dedi. Daraxtlar gullaydi aslida, svet o'chmaydi. Yaxshilab eslab qolyapsizlar, biz layfhaklarni. Paxotga chiqsalar, обязательно 5 litr, 6 litr suv olasizlar. Bitta kichikroq olib olasizlar. Ammo zo'r joylar ekan lekin, Asakada ham bor shunaqa joylar, aynan salqin joylar. Mana shu daraxtlar xudo xolasa 5-6 yilda zo'r bo'ladi, o'sib qoladi. O'zimiz ekkanmiz mana shularni. Bahorda chiqib 2 yil bo'lib qoldi. Mana hozir bismillahirrohmanirrohim deb turib, qarasa chiroyli, juda bir chiroyli joy ekan. biz grantdan oldik deb beramiz. O'zimiz ichmay qo'yamiz. Indamasdan. Voy, kumushli. To'yda Qo'ng'izlarni ichida mana hozir yetadi. Ya bu ichganimiz ekan. Ichganimiz qo'l yuvgani xolasmi? Buni ichadigan bo'lsa bir hafta koronavirusni qaytada buni ichsa. qayta bo'lmaydi. Karantin birinchi kasal bo'lganlar biz bo'lamiz. Bu yerda eslab olinglar mana. Yana qaytsa moda Asakada bo'lsa biz aybdor bo'lamiz. To'g'ri kelaverasizlar, yozib berasizlar. Ha?
Koronavirus boshlandi bizdan boshlandi. Bizdan boshlangan bo'lar. Asakada chiqdi desa, u biz o'lamiz. Ashuni eslab qolasizlar. Men haligindaqa video qilmoqchi edim men. Haligindaqa moda bo'ldi-yu. Amerika yo'llarini reklama qiladi. Oppoq paypoq kiyib olib. Mana Amerikada uylarda ham krossovka yuvishar ekanda. Chunki isbotladi, chunki shunday oq paypoq kiyib asfalt yo'llarda bitta yuguradi, oq paypoq bironta gartam bo'lmaganda, qora ham bo'lmagan. Bizda bitta yurib ko'rsangiz bu. Qorayib ketsa kerak, oq paypoqdan oq ham qolmaydi. Boshqa rangi yo'q. Qo'ya oq qora o'ppalar burasari. Yer tegmagan joylar oq qolaveradi. Qolganini qop. Bu joyda yalanlayversa, ayog'ingizdan avval Idealniy o'choq bo'la boshladi. Bunday qiladi-yu. yutib ketdi demaydi. Uydagilar sigaret chekishimizni bilmaydi. Nasıl life? O'chib qolmasin. Ular o'qay. Yo'q, quruq ekan yonib ketadi. Tezroq ha. Qani? Uncha keldi. Yo'q, men quruqlarini tashlayapman. Quruq-quruqini kelsa. Yonamidi ishmi? Sari yonadigan o'tdimi, ichi qo'yilmasmidi? Yonar. Arot qilmas. Ha, o yondi. Nashta aka. Mana quruqlarini tashladi. O'tin topdim. Videoni yangi ko'rayotganlar, o'tkazib ko'rayotganlar, ular olov yoqib olib ibtido odamlarga o'sha aylanmoqchi deb o'ylamanglar. Kartoshka bilan tuxum ko'mmoqchimiz kulga. Arqimorga qarshi aytib qo'yapman-da. Ana olovimiz ham tayyor endi. Videomizni boshqa tomonlari. Ona kerak emas endi. Yotib turarsan. Ustiga bunday tashlab qo'yamiz, bu cho'g'larni qizdirib turadi. Kartoshka. Haligi, to'g'ri. Kartoshka ko'mapman. Kartoshka ko'mapman. Tuxum ko'mapman. Nima kimsa bo'ladi? Ha? Kartoshka, aytamiz.
Epladingiz aka. Bu narsa bo'lsa bo'ldi endi. Yonyapti hali ham. Kun bir. Tuxum o'xshamay qolishi mumkin, shuning uchun ikkitani nima qilib zapas qilamiz. Unga ichmasa yordam bo'ladi. Hali qancha minut to'xtab nima qilish bilmaymiz, lekin biz birinchi marta qilishimiz. Oxirgi marta 20 yil oldin qilganmiz. 27 ga kirgan bo'lsa, 7 yoshda qilgan bo'lsa ham. Hali endi kutamiz. Hali chiqsa like, comment. Shing'illab tashlaylar. Bambit qilib yuboringlar like bilan keling. Ancha-anchasiga bambit. Ya qiz. Akeli. Yisimi? Qiz. Akeli. Akeling siz. Nechaga kirdingiz? 6 ga kirdingizmi? 1 ga 2 ni qo'shsa necha? 3 mi? Ayrishni bilasizmi? 6 dan 2 ni ayirsachi? 6 ga 2 ni qo'shsachi? 8. Молодец. Akeling-da. Nechaga kirdingiz dedingiz? 6 ga kirdingizmi? 3 yil oldin tug'ilganda necha kirgan bo'lardingiz? Kecha tug'ilganda necha kirgan bo'lardingiz? Kecha tug'ilganda necha kirgan bo'lardingiz? 1 gami? Молодец. 5. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Katta qovun tushirib qo'yibmiz. Tuxumni bunday qilmasdik ekan. Tuxumni lataga o'rab, ho'l lataga keyin ko'mardik. Esimdan ham chiqib ketibdi. 20 yil bo'ldi dedimi? Keyin bu lata ho'l lataga o'rab qilardik ekan, ho'l lata quriguncha tuxum pishirar ekan. To'g'risi. Esimdan chiqib ketibdi. Aka, to'g'ri. YouTube'ga chiqaver. Mana hozir marta kartoshka kavlab ko'mishyapti. Asosdan ko'mishsa yeymiz. Necha kirsa rahmat. Hozir 43 ga kiraman. 43 ga kirdingiz. 10 yil oldin tug'ilganda necha kirgan bo'lardingiz? 33 ga emasmi? Ha? 10 yil oldin tug'ilganda 13 ga kirgan bo'lamiz? 13 mi? Ha, to'g'ri. Necha? Tug'ilganingizda 10 yil oldin kirgan. Hozir 10 yil oldin tug'ilganda necha kirgan bo'lardingiz? 10 yil oldin tug'ilganda 10 ga kirgan bo'larmi? 10 ga kirgan bo'laman. Nima bo'ldi? Kecha tug'ilganda necha kirgan bo'lardingiz? 1 ga. Anaqa 1 kunlik. 1 kunlik bo'ladi. Mana shunaqa nima chiqdi-da, 1-2 chiqdi. Tak, kartoshkamiz mana pishdi shekilli. Pishmaganmiz, uyga borib pishiramiz. Tuxumimiz pishdi-yu. Qaynab ekan. Ha, issiq ekan. Kuya ekan bu tuxum. Pishibdi. Yana bir joylar aka telefonni. Qapat tushirib yuborsam Ketdik.